qarshiliklar bo'lgan. Shunda qayntam rahmatli, Alloh joylarini jannatda qilsin. O'shalar men turib beraman sizga deganlar. Mani hozircha aytmay dokumentingizni topshirib keling deganlar. Magistraturaga shu o'zim yo'nalishimda fizika bo'yicha keyin topshirib kelasiz, keyin hech kimga aytmang deganlar. Xo'p deganman, dokument topshirib kelganman. Uyga kelsam, oyijon, qani diplomingiz deganlar. Menga berilmadi diplom, chunki men budjetda o'qiyman desam, xo'p, ilova qani deganlar. Men dokument topshirib keldim desam, sizga kim ruxsat berdi deganlar. Menga Adajon ruxsat berdilar desam, Adajon qanday qarab turibdilar desam, endi qiynalib qolishni o'ylagandirlar, chunki qizim qo'limda. Keyin magistraturani ham keyingi farzandim bilan bitirganman. Shunda bakalavr bitta qizimga berishgan, magistraturada ikkinchi qizimga berishgan. Hozir 3 ta farzandim bor, lekin 4 ta farzandni dunyoga keltirganman. Qizimni 18 yoshda 19 ga kirmasdan dunyoga keltirganman. Meni qonim otritsательный-da. Menda inson bo'lmaydi homiladorlik vaqti ham.